Andijonliklarni betini ko'rib qo'yinglar. Menga nima ish qilgan Yekaterinburgda andijonliklarni. Videoni diqqat bilan ko'ringlar. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zbekmisiz? O'zbekman. Andijon nomerda ekan mashinangiz. Aka, bir iltimos borda, juda qiyin holatga tushib qoldim. Nima iltimos? Aka, oyligim chiqmadi hali. Kvartiramga berishim kerak, ko'yka mestaga pul berishim kerak edi, 6000 rubl pul yetmayapti. Agar ishonmasangiz, aka, men pasportimni berib ketayman. İmkoniyatingiz bo'lsa yordam qilib turing aka, siz o'zbek ekansiz. Qurilishda ishlayman aka. Qurilishda? Nimaga pul kerak? Kvartiraga edi, ko'yka mestamga. 6000 rubl yetishmayapti. O'zbekiston qayerdansiz? Namangandan. Bo'ldi, gap yo'q. Ha, pasportimni olib qoling, oyligim chiqsa men sразу beraman aka sizga. Pasportingiz kerak emas, bu pul sizga addushi beryapman. Endi o'zbekimiz hamma odamni boshida har xil kunlar bo'ladi. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi-ku, bu sizga просто addushi qaytarib berishi shart emas. Mayli. Rahmat aka. Addush beryapsizmi aka? Addushi. Qarang aka, men sotsial eksperiment olyapman. Bu yoqda kameraga olib turishibdi. Shu qo'lingizni ko'tarib qo'ying aka, qayerdansiz o'zingiz? Tushib gapirsam Mayli, tushib gapiraylik. Qayerdansiz aka o'zingiz? Biz Andijondan. Andijon qayerdan? Andijon Paxtabod degan joydan. Yekaterinburgda nima ish qilasiz? Biz Farg'onaliklar bilan oldik, Qashqadaryoliklar bilan oldik. Andijonliklardan bir effektini ko'ramiz. Biz shu yerda mana shu bozorda ichida ishlayman, Taganskiyada telefon sotamiz. Telefon? Naq biz o'zimizni mana shu musofirdagi aka-ukalarga rassroshkaga telefon chiqarib beramiz. Ha, rassroshkaga ham berasizlar? Bezbank halol nasiya savdoga telefon chiqarib beramiz. Adresingizni aytib o'tib ketaymi-da, aka? Siz yaxshi inson ekansiz. Yekaterinburg Texniskiy 19, 11-xoddan kirganda. Yoki ikkinchi magazinimiz bor, Texniskiy 26 da, 10 dan 10gacha ishlaymiz. Kelib bemalol o'zimizni yurtdoshlar, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolari, dindoshlarimiz kelib bemalol halol nasiya savdoga telefonlar olib. Rahmat aka, men o'ylayman siz O'zbekiston qatnaysiz deb o'ylayman. Alloh rozi bo'lsin, rahmat. O'zbekistonga yuk jo'natmoqchi edim. Andijonliklar qani bitta ko'ramiz effektni. Farg'onaliklar milliondan o'tkazdi video, Qashqadaryoliklar 1,5 millionga olib bordi. Andijonliklar по-любому 2 millionga olib boradi. Andijonlar ancha oshirib yuborsak. Ha, 5 qaytarib bering endi. Hammaga yaxshi kayfiyat.